Assalomu alaykum, hurmatli doktor Umarov kanalim podpischilari. Sizlar bilan yana men, doktor Umarov. Kelasi, juda ko'p kommentariyalarda o'qiymiz, savollar berishadi. Telegramda ham, boshqa tarmoqlarda ham kela turgan bemorlar oxirida, ya'ni davolanib keta turgan bemorlarda ham bor bunaqa savollar. Ya'ni chang havoda nima qilishimiz kerak degan savol berilyapti. Endi albatta bu chang hosil bo'lishi bugungi rivojlanib borayotgan bir davrda changni alohida e'tibor. Mana prezidentimiz ham aynan mana shu ekologiyani yaxshilash uchun kuni kecha bir alohida bitta farmonni imzoladilar. Alohida bitta shunaqa tashkilot paydo bo'ldi. Ekologiya bo'yicha javobgarlik komissiyalari tuzildi. İnsoniyat o'zi kurashmasa chang yo'qolmaydi. Ibn Sino bobomiz aytganki, agar chang va g'ubor bo'lmaganda inson 1000 yil yashagan bo'lar edi deyilyapti. Endi bu asosan avvalo inson shu chang havoda nima qilishidan oldin inson chang havoga nima qilish kerak? Mana shu to'g'risida gaplashaylik. Men ko'pincha ko'chalarda yurganimda juda ko'p holatlarga duch kelamiz. Endi hamma ham kelyapti. Qo'lidagi chiqindini u baklashkami, birorta bankami, qog'ozmi, nima bo'lsa, shunday kerak bo'lsa, shunday yo'l-yo'lakay ochib nima qilib ketilaveradi. Semichga chaqiladi, boshqa balo, xullas qo'lim tabiatni iflos qilish bilan o'zimiz ovoramiz. Uning uchun zarracha o'zimiz kurashayotganimiz yo'q. Kechagina ertalab bomdod namozidan masjiddan qaytib borayotrsam, bir tashkilotning qorovuli shunday nimani yo'lni qirg'og'ini supuryapti-yu, hammasini ariqdagi suvga supurib olyapti. Qani u nima? Ariqdagi suvni oldin insonlar o'sha ariqlardagi suvni o'zimiz ichardik. Bunday yotib olib, qovuchlab qo'limizdan ichib turaverardik shu narsani. Hozir imkoniyat yo'q, sababi biz o'sha ekologiyani saqlay olmay qolyapmiz. Endi texnika ko'payyapti. Ayniqsa avtomobil juda ham ko'p. Endi buni har bittasini harakatlanishida albatta o'sha nimalarda yerdagi turpoqlarni hammasini changga aylantirib osmonga uchirilyapti. Bu narsa butun nimaga tarqab haligi yerga cho'kib ulgurmasdan ham ketib qolyapti. Mana oxirgi paytlarda yomg'ir yoqqani yo'q, tabiatda mana qor yog'ish juda ham kamayib ketdi. Bir paytlar buna paytda o'sha qor yog'ish boshlanardi. Ancha qish fasli qishga o'xshab turardi. Hozir ekologiya o'zgardi. Endi chang. Xo'p, ozgina bo'lsa ham o'zimizni changda hosil bo'lishiga hissamizni qo'shganimiz yaxshiroq. Bir yaqinimiz chet elga, Yaponiyaga boribdi. Kelgandan keyin gapirib beryapti. Mashinada ketyapman deydi, shu suv olib, suv ichdim deyapti. Baklashkada suvim tugagandan keyin shunday oynani tushirdim-da, baklashkani otib yubordim deydi. Taksist indamaygina yo'l chekkasiga to'xtadi deyapti. Orqaga borib, hali baklashkani olib, musor xonaga tashladi-da, indamasdan ketdi. Mana madaniyat deyapti. Shunga qoyil qolyapman deyapti. Mana shu ham ozgina bo'lsa shu chang hosil bo'lishi, boshqa narsalarda oldini olish to'g'risidagi biz o'zimizni hissamiz bo'ladi. U tashlamaslik kerak edi. Tashlamaslik to'g'risida har bittamiz yosh bolamizga ham o'rgatishimiz kerak. Endi xo'p, chang bor ekan, hozir nima qilmoq kerak? Birinchi o'rinda chang havoda ishlayapsizmi, chang havoda yuribsizmi? Birinchi o'rinda maska taqish kerak. O'sha o'zini ehtiyot qilish kerak har bir odam. Endi hech kim tashqaridan kelib ehtiyot qilib bermaydi sizni, doktor ehtiyot qilib bermaydi. Eng asosiy narsa maska taqish kerak. Chang hosil bo'lishini kamaytirish kerak. Ayniqsa allergik bemorlarga juda ham chang yomon ta'sir qiladi. Masalan, unday bemorlarga biz oldingi videolarda ham berganman, aytganman, o'sha bemor yotadigan xonani bir kunda hech bo'lmaganda bir marta pilisoslash kerak. Nafaqat bu palas gilamini, undan tashqari havoni o'ziga ham o'sha pilisosni sekin o'sha yutadigan nimasini, kavushchasini aylantirib yurib, havodagi changni kamaytirish kerak. Mana shu bitta vazifa. Uchinchi bir narsa nam uborka. Nam latta bilan shu
changda doim artib turish. Mana hozir bir kunda shunday bugun ishdan ketib, ertasi kuni shunday kelib qarasangiz, hamma yoq chang. Yo'q, bu yerda harakat hech narsa bo'lgan yo'q, lekin chang o'tiryapti. Hattoki mana oynalardan kirmaydi bu oynalardan. Chunki hozirgi yangi alyumin oynalardan tayyorlangan. Chang emas, havo, tovush ham unchalik kirmaydi bu masalada. Endi chang qayerdan paydo bo'ldi? Shuncha nimadir, kechqurun hech kim bu yerda o'ynamadi, sakramadi, boshqa bo'lmadi, lekin ertalab kelsangiz chang. Changdan qutulish uchun bir kunda mana shifoxonada ko'pincha bemorlar, mana shu allergik bemorlar shifoxonaga yo sanatoriyalarga borsa, boshqacharoq muhit ko'rasiz. Sanitarka degan mutaxassis shu yerda xodim bor. Ya'ni sanitarka ham ruscha, уборщица, ya'ni yig'ishtiradigan kichik tibbiy xodim deyiladi. Endi o'zbekchasiga shunday nomlaganmiz. Bir sutka davomida ishda turadigan bo'lsa, shu xodim bir kunda bo'lmadi deganda bir sutkada 3 marta yo 4 marta chang pol artilaveradi. Artilaverganligi uchun chang kamroq bo'ladi u yerda. Ana endi siz uyingizga shu sharoitni yarating. Mashinangizga, avtomobilingizga shunday sharoitni yarating. Changimaydigan ilojini qiling, changimaslikni, changni kamaytirishni ilojini qiling. Endi bu hissiz tashqaridagi boshqa xodimlarga ham, boshqa nimalarga ham e'tibor bo'lsin. O'sha yig'ilgan axlatni sekin-asta o'sha axlat qutisiga tashlang. Hozir mana juda ham yaxshi nimalarni, shu axlatlarni yig'ishtirib olib ketadigan transportlar bilan birgalikda yurishadi xodimlar. Ko'chama-ko'cha haftada 2 marta keladi. Shuni yig'ishtirib uyingizda alohida shu tashlaydigan joy ko'pchilik qiladi buni. Lekin chang bilan kurashish masalasi eng alohida o'rin tutadi. Ayniqsa allergiya bilan og'rigan bemorlar albatta chang havodan qutulish uchun plisosdan foydalanishi shart. Avtomobilni ham plisoslasa bo'ladi, xonani, havoni ham plisoslasa bo'ladi, aynan yashab turgan xonasini. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang.